Abu Bakr'ning onun Allah razı bo'lsin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge degan muhabbeti. Ali Allah onunla razı bo'lsin mundaq deydi. Gufada bo'lgan edik. Ig'ir kunlarni tartib kelayotgan edik. Bir kuni Gufada yangidan iman etgan yoshlar bilan parang silib o'ltirib, odamlarning eng qaysarligi, baturi, bahaduri kim deb so'radi. Ularmi sen o'zing mo'minlarning xalifa podshosi deb javob berdi. O vaqtda ular Abu Bakrni, Umar ibn al-Hattabni, Osmanni ko'rmagan edi. Ularning faqat ko'rgani Ali edi. Shu vaqtda Ali turib, "Yo'q, sizlarga odamlarning qaysari, baturi, bahaduri kim ekanligini aytib beray. Biz Makkada sanoqli musulmonlar edik. Musulmonlarning Ka'bada namoz o'tashdan qo'rqatdi. Bir kuni Ka'baga berib namoz o'qishni to'g'ri ko'rdik. O'qiganimiz shu edi. Ko'rmagan kunlarni ko'rdik. Makka mushriklari shu paytda atrofimizni qorshab, payg'ambarimizni o'ttirg'i tushirib, biri payg'ambarimizni choponidan tortib, biri yoqsig'i islib, biri ishtirib, yana birisi bo'lsa yuziga tukirib, nimalarni qilmadi deysizlar, nimalarni. Hay. Biz bo'lsa hech nima qila olmay qo'ziqda ketib qoldik. Bir vaqtda yaqin yerdan bir yugurib kelayotgan edi. Ustida oppoq choponi bor, intik kiygan bir kishi. Yaqinlashgandilar, tonidik. Abu Bakr ekan. Keldida Rabbim Allah degan uchun o'ltiramizlar deb payg'ambarimizni quchoqlab elib qoldi. Makkadagilar payg'ambarimizni qo'yib Abu Bakrni urishga boshladi. Tayoqning ostiga oldi. Biri uryotdi, endi birisi bo'lsa tepiyotdi, boshqa birisi og'ziga kelgan narsani deb. Uqba Billa Abi Muhay o'zini tutolmay hasillanib kuchayib Abu Bakrni ziqitib maydasiga chiqib, putidagi oyoq kiyimini yeshib Abu Bakrning muborak yuziga urishga boshladi. Yuzi qonga bo'yaldi. Uraverdi. Oxiri o'shidan keltirib biroq to'xtadi. Balitayim qabildagi birlari kelib, qonga cho'kib hoshidan ketgan Abu Bakrni uyiga apadi. Apsi Ummul Xayr shu chaqda musulmon emas edi. Balasining qishida yig'lab hoshiga kelishni kutdi. Abu Bakr ko'zini ichib, o'shini yig'masdan dastlabki so'zi: "Alloh elchisiga nim bo'ldi? Payg'ambarimga nim qildi? Nada u?" dedi. Onun sizmi? Beshingga kelgan bola shuning kesiridan. Uni qo'yg'in. O'z ahvolingga qarasang-chu. Berga bir narsa yavasang-chu, deydi. Shu vaqtda Abu Bakr: "Yo'q onajon, undaq demang. Allohning nomidan va'da beraman. Muni ikki ko'zim bilan Allohning elchisini ko'rmay, bir juttum suvni ichmayman. Bir parcha nonni yemayman. Uni ko'rmay ko'nglim tinch bo'lmas. Suvni nama mal gekitigidan o'tmaydi." Anasi nechtirsimu Abu Bakr diginidan qaytmadi. Ayoli Ummul Jalil bilan anasi yetaklab Abu Bakrni payg'ambarimizga elib keldi. Payg'ambarimiz Abu Bakrning qon yuzini ko'rib chidamadi. Quchoqlab berib yig'latdi. Bir yoqdan qon yuzini surtib. Shu vaqtda Abu Bakr: "Ya Rasululloh, meni qo'yib, menga g'am yema. Ishining kaynida onam turdi. Shu onamga duo qiling, iymon etsin-chu" dedi. Payg'ambarimiz qo'lini ko'tarib duo qilib, qo'lini tushirib texi ulgurmaganti, eshikdan onasi kirib: "Ya Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh" deb iymon etdi.
Ya Rabbim, bizni Abu Bakrning payg'ambarimizga degan muhabbatidek bizga shundoq muhabbat ado qiling. Makkada musulmonlar mushriklarning qismidan Medinaga qarab ko'chishga boshladi. Abu Bakr tayyorlik ustida u yoqqa bu yoqqa minib o'zini qo'ydigan yetib olmay payg'ambarimizga pat kelib, "Ya Rasululloh, menni yo'lga chiqaymi?" deb so'radi. Payg'ambarimiz, "Yo'q Abu Bakr, kut. Alloh sana buningdimi isilning nisb qiladi." Peshin namozi vaqti ishni bir urdi. Ishni ochsa ishning u chetida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam ishga kirmasdan Abu Bakr, "Ya Rasululloh, ya Rasululloh, itinga. Men siz bilan birga yo'lga chiqamanmi? Itinga, ya Rasululloh." degani shu. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam, "Ha, Abu Bakr, musafirmsan?" deydi. Ayşe anamız aytgandek, "Vallahi men mushu kungacha bir axaqning egilib turib yig'ilganini ko'rmabdiman" deydi. Payg'ambarimiz bilan yo'lga chiqish qo'rqinchli va xatarlik bo'lgan. Payg'ambarimizning tirik yoki o'ligini akladigan odamga 100 to'ga mukofot e'lon qildi. Biroq Abu Bakr uningga qaramay xushal bo'ldi. Qur'onda Allohning o'zi ikki odamning ikkinchisi deb darisni ko'targan Abu Bakr bilan payg'ambarimizning suv o'nkiriga 3 kun 3 tun qo'nib Medinaga qarab yo'l tortdi. Abu Bakr ansirab birda payg'ambarimizning oldiga chiqib, birda keyinda minib, payg'ambarimizni cho'gilab peqirab aram topamay parvona bo'lib o'tdi. Payg'ambarimiz, "Hey Abu Bakr, o'ng tarafimda mang'ining durust edi, shuncha meni nimaga cho'gilab peqirab yursan?" deydi. "Ya Rasululloh, sizga bir xatar kelamdi deb qo'rqib kelaman. Shunga mushundoq menyapman" deydi. Bu so'z payg'ambarimizning sezim pardalarini titratdi. "Ya Abu Bakr, meni shuncha qattiq yaxshi ko'ramsan?" dedi. Bu savolga ha deb javob berishning oson emas. Javobning kaynida bo'yning bilan ko'tirdigan ig'ir yuk bor. Baturlarning baturi bu yukni ko'taralaydi. Bu savolga beradigan javobning ig'irligini bilsangiz-chu, biroq Abu Bakr maydisini ko'tirib, "Ya Rasululloh, sizni yaxshi ko'rdiganim shuncha. Men sizning uchun o'tqima, suvg'ima cho'kishga tayyor." Payg'ambarimiz, "Men uchun o'lmoqchimisan? Ya Abu Bakr." Abu Bakr, "Rasululloh, ha, siz uchun jon paydo. Sizning yo'lingizda qurbon bo'lishga men tayyor." "Nima uchun? Nima uchun Abu Bakr?" "Ya Rasululloh, men o'lsam, namoz bo'lsa, dadam Abu Kuhafaning qarindoshlari shiqlar. Agar siz o'lsangiz Rasululloh butkul ummatlaringiz yig'laydi. Ya Rasululloh, siz o'lsangiz butkul alam yig'laydi. Ya Rasululloh, siz o'lsangiz butkul tirik jon yig'laydi. Butkul dunyo qorong'ulikda bo'ldi. Ya Rabbim, bizni Abu Bakrning payg'ambarimizga degan muhabbatidek bizgimi shundoq muhabbat ado qilib. Dushanba kuni payg'ambarimiz necha kun og'rib yetib, xeyli yaxshi bo'lgan kun edi. Buni anglagan Madina xalqi xushal bo'ladi. Uzoq vaqt uyga bormagan Abu Bakr payg'ambarimizning yaxshi bo'lganini ko'rib, uyga berib kelishga ruxsat so'rashga intildi. "Ya Rasululloh, uyga berib kelishga ruxsat qilsangiz." Payg'ambarimiz, "Ya Abu Bakr, ruxsat deydi. Abu Bakr chiqib uyisiga qarab manganda
Ayşe anamızning unidan Madina shahri titrab ketdi. Yer jahon titrab ketdi. Butkul alam titrab ketdi. Allah elçisi peygamberimizden ayrıldı. Tağdak bo'lgan Umar silkinib ketdi. Yo'q, mumkin emas. Mumkin emas deb qilichini sug'urib ilib yagi sanjidi. Allah elchisi ölmedi. Onu kim öldü dese kılıç bilen beşini alman. O Musa okşar tur teğiga ketdi. Rabbisi bilen körüşüp keledi. Osman bolsa özünü müzdek sezinip tilegi söz kelmey bir orunda turup kaldı. Ali bolsa bir bulungda oturup zar şığlap kaldı. Abu Bakr yügrep kirip peygamberimizin yüzünü içip köz yaşını itip tirik vaxtida qandaq sumbul çıraylık ediniz. Ölgendi mi şundaq sumbul çıraylıksız dedi de orundan turup sırtqı çıkıp ketdi. Sebebi xalqini pasiltadigan sözge muhtaç idi. Baş kesmey kılıçını kansız qepiga kirgizmeydigan Umarga söz kerak bo'ldi. Mana bu sözler Abu Bakr'ning ağızdan çıktı. Hazreti Abu Bakr muntarga çıkıp hey halayık anlanglar, kimki Muhammed'e ibadet kılgan bolsa Allah elçisi Muhammed öldü. Kimki Allah'a ibadet kılgan bolsa Allah hayat. O мәңгі ölmeydi. Muhammed fakat bir elçi, onundan ilgiri nurgun elçiler ötken. Elçi ölse yoki boshqalar tarafidan o'ltirilsa, sizlar kayninglarga yenib olamsizlar. Yana dininglardan chiqib ketamizlar. Kimki kayniga yenib oldikan, dinidan yenib murtad bo'ladikan, Allohga hech qanday ziyon yetkazilmaydi. Allah şükür kılgıçlarını mukaffatlaydı. Ya Rabbim, o dünyadan ötsümü, ahiretke yetsümü, o biz için мәңгі tirik. O sünneti bilen мәңгі tirik. Öldü deşke bulamdı. Oylanlara, ölmey turup, kaynidin söz kaldırgan. Öldü deşke bulamdı. Etinlara. Ölmey durup kendinden iz kaldırgan. Ya Resulallah, siz мәңгі bizning yuragimizda. Мәңгі tiriksiz. Мәңгі tiriksiz. Ya Resulallah.